Onamni mazalari yo'q. Shunga operatsiyaga pul yetmayapti. Yordam berib tur. Qancha? 10 million. O'rtoq. Erta ona umridan keyin keyin 10 million so'rashingni qara. Voy. 17 million oformleniga ketdi o'rtoq. Keyin qizil gilamga ham yetmay qolganda, ertaga qizil gilamni ham zakaz qo'yganman. Umridan kelganlar bab bilasan-ku, karnesini taqira tuqir qilib kutib olish kerak-ku, bab ona mo'tabaru o'rtoq. Keyin boru opam bilan 100 ta mehmon etib qo'yibdi-de. Uni stolni bilasan-ku, yasash kerak, chaqchuq bir narsa balo-battar deganda, keyin o'rtoq yig'laysan, siqilma, qanday zo'r bo'ladi. Xullas, ertaga umrani to'y qilib, takkoy qilib onamni xursand bo'lsinlar kutib olmoqchiman-da. O'shaning uchun ertaga kelgan bo'ptimi? O'ynaymiz maza qilib. Zo'r ideya qilganman. O'sha qizil gilam bilan kutib olaman. Qanday o'ylayman o'shani, o'rtoq? Yaxshi o'ylabsan, o'rtoq. Artistlarni ham yetib qo'yganman. Takkoy bo'ladi deb boru. Sancha vahima qilib yuryapsan-da. Oning unaqa kasalmaslar o'zi bor, operatsiyaga ham muhtoj emaslar. Yaxshi bo'lib ketadilar. E'tibor ham berma, bo'ptimi?